Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun mana shunaqa joyga baliqqa keldim. Baliq borga o'xshaydi. Hozir ozgina kuzatdim joyni, baliq borga o'xshaydi. Shuning uchun mana shu joyda ov qilmoqchiman bugun. Bo'lmasam o'zi boshqacha planlar bilan ketayotgandim. Endi mana shu yerda to'xtab bir proverka qilganimda cho'ta baliq borga o'xshadi do'stlar. Bugun mana shu yerda ov qilamiz. Menimcha karas sazan bor shekilli-da bu yoqda. Karas sazan bor deb o'ylayapman. Bugun karas bilan sazan ovlaymiz. Endi asosan karas ovlaymiz do'stlar, chunki karas ko'pga o'xshaydi sazanga qaraganda. Videoni kuzatib boringlar videoni. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan do'stlarimiz bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bir-biridan zo'r videolar yuklab boraman, kuzatib borasizlar do'stlar. Hozir bitta populashini probaga tashlaganman. Hozir yana ikkita donkam bor. Ikkita donkani ham tashlaymiz chuvalchang qo'yib. Ko'ramiz do'stlar. Qanaqa baliqlar bor ekan ko'ramiz bugun shu yerda. Kichkina zo'roscha, lekin holati chotki. O'sa yoqimli holati zo'r. Ketdi bo'lmasa men boshlayman, sizlar kuzatib boringlar. Ovni boshlaymiz bo'lmasa. Bitta qarmoq shu yerda mana. Xudo xolasa birinchi o'rinda mana katta kurchuklarni olamiz. Endi katta kurchukka ham kattaroq baliq bordir. Hozir mana poplov tashlab qo'yganman, lekin hali bir marta ham tortgan yo'q. Menimcha chekarog'iga tashlash kerak shekilli. Shunday deb o'ylab turibman hozir, lekin hali chekasiga tashlaganim yo'q. Chunki poplov tushmaydi-da, tosh yengil-u. Usti shunday o'tib bosib ketgan. Mana donkalardagi og'irroq nisbatan 80 gram. Mana shu donkalarni tashlab ko'ramiz hozir. Balkim bularga tushib qolar. Lekin baliq borga o'xshaydi-da, juda baliq ko'pga o'xshaydi bu joyda. Mana shunaqa chuvalchanglarni qo'yamiz. O'ziga qaratadigan qilib qo'yishimiz kerak-da. Bunday qilib chiroyli qilib qo'yamiz mana. Bunaqa joy qalin qo'yib yubormaymiz, chunki karas bilasizlar unaqa. Jana katta xo'rakda ham yeyolmaydi. Kichkinaroq bo'ladi-yu og'zi. Shuning uchun janaqa bachkana qilib yubormaymiz-da. 3 ta qo'ysak bo'ladi. O'tli joy, tagi babi qorong'i bo'lsa kerak. Shuning uchun yo'q ekan. Qo'ng'iroqcha hozir. Keyin olamiz qo'ng'iroqchani. Hozir shu holatida tashlab qo'yaylik. Qayerga tashlasam? Hozir oyoqdagi shunday. Xo'p, menimcha ilon balig'i ham bor shekilli-da bu yoqda. Mayda. Nima hozir qochgani mayda edi. Xo'p, yana bitta qochgan maydaroq edi. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. Hoppa. Juda ajoyib joyga tushdi. Nariga chekaroq qo'yganim yaxshiroq deb o'ylayapman. Mana do'stlar, bittasi juda chiroyli joyga tushdi. Ham qarmoq turishi ham cho'tki stoyka kerak emas. Sal oyoq ostida bunaqa bambuk tanosi bor ekan bu. Hamma joy kiyimni rasvo qiladi xullas. Buni tashladim, yaxshi. Hozir endi mana bu yoqda yana bitta bor, bilasizlar. Buni ko'chogi kichkinaroq, endi bunga 3 ta emas 2 ta qo'ysam kerak-da. Chuvalchangni. Kichkinaroqda ko'chogi. Mana keldi. Do'stlar, mana keldi. Yaxshi tortyapti hozir. Xo'p. Qo'ng'iroqchani olmadim, shoshildim. Baraka tushgan salgina parod qildi.
Hoppa. İlon balığı da. Xullas ilon balığı bor ekan. Hozir aytib turdim, ilon balıqni ovlab olish kerak deb. Mana kichkinaroq ilon baliqcha. Balkim kattasi ham bordir. Chuvalchangga keladi-da bu maydachalar. Hozir buni chuvalchanglarini yana boshidan to'g'rilab tashlab qo'yaman. Lekin yomon emas. Hozir tashladim. Hech qancha bo'lgani yo'q qarmoq tashlaganimga. Baliq bor, tortim bor. Davom etamiz bo'lsa. Mana poplavochnik qarmog'im. Hozir buni mana shu joyga joy topayotganimda tashlayman deb. Chuvalchanglari ham yaxshi turibdi. Shu o'tlarning orasiga, qamishlar orasiga tashlasam, shu yerda yaxshiroq bo'ladimi deb o'ylayapman. Sayozroq ekan. Boyagi joyidan ozgina sayozroq ekan. Mayli, shu yoqqa moslashtiramiz. Kichkina joy ochdim. Hoppa. Mana. Poplavochning joyini idealniroq joyga almashtirdim. Boyagi joy o'rta edi, unda qamishlar ham sal kamroq edi-da. Baliq yurishi kam joyda, xullas baliq bunaqa joylarda uncha o'rtada yurmaydi-da. Kichkina joy, chekkalarda yuradi. Endi yaxshiroq normalniy joy bo'ldi, xudo xolasa kelib qolsa kerak. Hozir boyagi qarmoqqa chuvalchangchani qo'yamiz. Yaxshi chuvalchang qo'yib tashlashimiz kerak. Voy, yana ikkita ekachi. Yana ilon baliqcha jigarlar. Boyagi razmerdan. Mayda ilon baliqchalar ko'p shekilli-da. Anchaga yutib oldi shekilli. Hozir buni yo'q, mana chiqib qoldi o'zi ham. Kurchuk. Hozir ehtiyot qilib olish kerak, chunki bular kichkinada hali. Boyagini jo'rasi. Yaxshi hozir. Yomon emas, hozir yana bitta. Chiroyli qilib tashlaymiz. Boyagindan ham yaxshiroq qilib cho'ta hozircha. Karas yo sazan kelmayapti. Hozircha ilon baliqchalar bilan. Chotki bo'ldi. Bo'ladi, quruq emas, sekin-sekin kelyapti. Xudo xolasa kelib qolsa kerak, kattalari ham. Bitta chuvalchang.
Bunga ham tushmagan ekanda. Ozgina tursin, hozir tashlagan joyimdan juda ko'nglim to'lmadi, lekin yaxshi, lekin yomon emas. Hozir ozroq tursin, ko'ramiz. Agar bo'lmasa joyini almashtiraman. Mana ikkinchisi, xudo xolasa, voy, mana shu bambuk titilib ketdi mana oyoq tagida. Aynan mana shu joyga to'kilgandi, qaranglar-da buni. Do'stlar, yana hayolimda yana tortdi-yu, menimcha qulog'imga eshitmagan bo'lsa agar. Hozir tortganday bo'ldi. Hozir do'stlar yeb yotgan ekan. Bilmabman, boya bir ikki tortganday bo'luvdi. Yeb yotgan ekan. Ancha yeb olgan bo'lsa kerak. Bir ikki marta urdi-da, tingir-tingir qilib tortdi. Ahamiyat bermabman. Mana shu boyagindaqa ilon baliqchi. Yeb olganmi deyman-da, chota. Juda ehtiyot qilib, avaylab, asrab xullas oldim. Yaxshi bo'lsa kerak menimcha sog'ligi. Hozir mana cho'lchanglari yaxshi turibdi. Ancha-muncha cho'lchan qo'yildi, voy. Yaxshi joyga tushgan ekan. Men tortmasa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, tortibdi-yu. Unchalik tortmagan ekan. Hozir endi sal joyini o'zgartiraman. Bu ko'ramiz hozir. Biroz tursin bu yoqda. Bu yoqdan yaxshiroq bo'lib qoladi. O'rtarog'iga tashladim-da. Yaxshiroq bo'lib qolar. Bo'ldi. Xudo xolasa. 3 ta hozircha. Taplov jim. Hozir yana bir tortganday bo'ldi. Qarmoqda. O. Turibdi. Qo'ng'iroqchani olib qo'yamiz. Oh, yana ilon baliqchi. Ilon baliqchilar qishlog'imi deyman-da bu. Shota. Hozir mana qanday ilingan-chi? Bu menimcha unchalik boyaganday emas shekilli. Chunki boyagi o'zimda ko'targanimdan jabralardan qon oqib ketdi-da boya. Bu unchalik emas shekilli. Chuvalchang qo'yibman-ku. O'shaning uchun shunaqa bo'lsa kerak hozir. Ehtiyot qilib olaman buni. Bunaqa narsa bor-ku. Mana shu narsa bilan. Sherigimniki edi, o'tgan safar bir joyga baliqqa bordik. O'tgan safar borgan joyimiz ilon baliqqa mening sumkamda qolib ketdi. O'zim endi bunaqa narsa yo'q. Hozir foydalanyapman shundan. Xullas buni ham juda ehtiyot qilib olib oldim. Menimcha 4 ta bo'ldi. Menimcha 4 ta bo'ldi. Yomon ketmayapmiz. Hozircha yaxshi. Davom etamiz hozir mana qarmoqda. Tashlab qo'yaman yana. Tepadagisi menimcha suvga ham tushmayapti. Rosa sayoz joyda.
chuvalchanglarni olib tashlayman. Svejiy, yappa-yangi chuvalchang qo'yib tashlayman hozir. Lekin poplokka kelsak, poplokni iltimos qilsa ham tortmayapti. Baliqcha qo'yib tashlash kerak ham bilmadim. Do'stlar, endi mana buni ish desa bo'ladi. Poplok yo'q mana. Endi buni ish desa bo'ladi. Qanaqa baliq endi bu? Poplokni olib kirib ketib tortsam yo'q. Mayda baliqlar shunaqa funksiyasi ham bormi? Lekin 100% olib kirib ketibdi, poplok yo'q edi. Xursand bo'lib ketibman-men. Karas keldimi ekan deb. Hozir tortyapti. Shuna uni bo'lsa kerak-da. Yaxshi tortyapti. Bor ekan. Mana shunaqa. Cheruchur boyagidan ham kichkinaroq shekilli-da. Hozir o'zini xo'ragini tashab ko'ramiz do'stlar, baliqcha. Maxsus baliqcha bilan o'lab ko'ramiz. Hozir juda bu mayda tushyapti ha deb. Ana unga chuvalchangga tushyapti-da bu. Hozir ko'ramiz. Mana do'stlar, maydalarini ushlamay degan maqsadda qilyapman bu ishni. Baliqcha qo'ydim, katta. Xudo xolasa maydalari ilinmasa kerak. Qo'ng'iroqchasini qo'yaman. Tayyor. Biz yana moshni tortyapti. Lekin yaxshigina tortgan. Qarmoqni qayirib qo'yibdi. Qarmoqni qayirib qo'yibdi, tortib. Do'stlar, bu yoqqa o'rtaroqqa yetalab ketdi-da buni.
Vo. Yaxshi. O, yaxshisi. Hoppa. Bor ekan-ku. Bor ekan jigarlar mana. Aytdim-ku kattasi bor, yaxshisi bor deb. Bor ekan mana moshni ilinibdi lekin. Chiqarib olish osonda. Mana. Yaxshi ilon baliq. Zo'r tortdi. Hozir ko'ramiz yana. Bittasiga chuvalchang, bittasiga baliqcha qo'yib tashlayapman. Hozir bitta moshni baliqcha olib qo'yaman. Keyin davom ettiramiz. Hozir bo'ladi mana, sal kattaroq bo'ldi. Hozir kattarib ketyapti, yaxshi. Kattarib ketyapti. Xo'sh. Qarmog'imiz tayyor. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Yana birinchi ilingani, birinchi tortgani maydaroq edi shekilli, hozir keyingisi kattaroq keldi shekilli-da. 6 ta bo'ldimi shunaqa shekilli-da. Hatto shuni bilmayman. Hozir. Bu darrovmi? Tortganday bo'ldi. Mayli, ozroq tursin. Aniq bir qarorga kelib olsin u baliq. Tortdi lekin. Sekin tortib qo'ydi-da. Ko'ramiz. Mana shu ekan. Hoppa. Ilon baliqchi. Sekingina tortib qo'ydi. Kesam sal qimirlatyapti. Buncha sotamiz. Menimcha shu 7-chisi bo'ldi yo'q. Shunday shekilli. 7-chisi bo'lsa kerak. Hozir juda ehtiyot qilib oldim. Endi hozir yana baliqcha qo'yib tashlayman. Baliqchaga hozir yaxshi. Hozir keldi shekilli yana. Tortyapti mana. Mayda. Sezilar sezilmas tortyapti. O. Hop, rosa ham mayda ekan. Vahshiy ekan do'stlar. Kichkinacha ekan, buni bir ehtiyot qilib chiqarib tashlash kerak. Rosa ham kichkina bu. Lekin bu emas edi boyagi tortgan bu emas edi. Normal ilon balig'i edi. Tortishidan bildim. Buni tortganini ko'rdingiz-ku, qimlata olgani ham yo'q. Hozir buni ehtiyot qilib chiqaraman, tashlayman. Tezroq harakat qilib olib tashlash kerak buni. Unchalik yemabdi, yaxshi. Juda ehtiyot qilib oldim.
Ketdi. Xudo xohlasa boshqa ilinmasa kerak. Bugun hozir bunga bitta chiroyli baliqcha olib qo'yaman, baklashkachaga. Maydaroq. Do'stlar, karas rasa ko'p bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin vaziyat boshqacha bo'lib ketdi. Ilon baliq faqat. Karas bor, bilmadim qandaydir. Qanday ushlash kerakligini unchalik chuqurligini topa olmayapmanmi yo qandaydir vaqti bo'ladimi bu yoqda tushunmayapman-da. Bismillahirrohmanirrohim. Hozircha mana ilon baliqchalar kelib turibdi. Mayda. Nomga keldi hozir. Shu yerda turibdi. Yana bitta tort. Yo'q. Cho'ta yaxshi joyda ushamadi shekilli da baliqchani. Tortyu. Cho'ta ilinmadi. Yo maydaroqmi bilmadim. Boyanga o'xshagan mayda bo'lsa torta olmaydi-da. Tortyapti. Vay. Tushib ketdi. Lekin unchalik katta emas ekan. Maydaroq ekan. Yaxshi ilinmagan ekanda, mana bu yer ozgina qolganda tushib ketdi. Tushib ketgani ham yaxshi bo'ldi. Bir soat chiqarib olish kerak edi-da uni. Hozir yana bu tortyaptimi? Tortyapti ekan. Bormasin, kattaroq ekan. O'tlar, qamishlar o'ralashib qolganini qarang. Kattasi ham bor ekan. Tosh o'ralgan ekanda. Mana. Jigarlar. Salqin bo'lganda kattalari sekin chiqa boshladi. Ko'tara olmay qoldimi? Kiloni tagida jigarlar. Kiloni tagida. Yaxshi ilon baliq. Zo'r. Chiroyligini qaranglar, qop-qora. Salqin bo'ladi, sekin chiqyapti. Kichkina kurchok hozir avaylab ehtiyot qilib chiqarishimiz kerak.
Qo'ng'iroqchani olib tashlaymiz. Xullas ehtiyot qilib chiqarib oldim do'stlar. Juda ehtiyot qilib chiqarib oldim. Zo'ra bor ekanda shunaqalar. O'zim setkani og'ziga qarab otyapti, o'zini chiqib ketmoqchi bo'lyapti. Hozir yana bitta chiroyli baliqcha qo'yib tashlaymiz. Katta bo'lsa ham yaxshi. Kattasiga katta baliq keladi-da. Kattasiga katta baliq keladi. Bu safar darrov kelmasa kerak, chunki anavga chiqib ketdi-yu suv ustiga. Kelmasa kerak bu safar darrov. U o'sha hozirgi kelmaydi lekin. Hozirgi bunisiga keldi. Sezishim bo'yicha. Şurada. Turibdi. Mayli ekan. Janjal qilma. Hamma joyda. Shunday qilib, mana shunaqa tipir qilib leskani dabdala qiladi bu baliqlar bor. Maydaroq ekan lekin. Hozir ehtiyot qilib olib buni setkaga solib qo'yaman, chunki cho'ta palajeniyasi boshqacha. Olib qo'yamiz, keyin oxirida ko'ramiz, agar jivoy bo'lsa, agar tirik bo'lsa tashlab yuboramiz. Qayerga qo'ydim buni? Mana. Do'stlar, xullas mana tortmay qo'ydi. Uje to'xtadi, lekin hali erta, hali vaqt bor, bilmadim. Havolar qaytganigami? Cho'ta jim bo'lib qoldi. O'zim aslida tepaga qarab yurishim kerak edi, hozir pastga tushdim. Mana yerda katta joylar borligi uchun. Hozir lekin mana baliqchasi chiqmadi anondan. O't tagida qolib ketdi. Sekin yig'ishtiraman endi. Bo'ladi, bugunga yetarli do'stlar, normal yo'q bo'ldi. Buni yig'ishtirib olaman. Popolovka bitta shans bo'ldi. Shuni ham nasib qilmagan ekan, ola olmadim. Lekin chuvalchanga keluvdi. Ilon balig'i emas edi. Buni balig'i lekin turibdi mana. Tashlab yuboramiz. Suvga tushib ketgan bo'lsa kerak. O'sha suvga tushmadi-da cho'ta. O't qalin bu yoqda. Ilojini qilib suvga tushib ketdi endi. Xo'sh. Ketdi.
ketdi. Kirgizib yubordim. Qanolar yig'ishtirib olaman. Mana poplov hal turibdi. Sal joyini birinchi tashlagan joyimga tashladim. Qo'ng'iroq so'rashsa xayolni chalg'ityapti. Hozir sizlar bilan birga bugungi natijani ko'rib qo'yamiz. Ancha muncha ushladim shekilli, mayda chuyda. Katta mayda aralash. Mana baliqlar do'stlar. Bugungi natija mana ikkita zo'rini ushladim. Yaxshilarni ushladim ikkita mana. Bo'ladi, hozir kuzgi mavsumga yaxshi. Bitta sanab qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan. 10 ta ilon baliq ushlayapman. Bugun o'zi aslida biz karas bilan sazan ovlashimiz kerak edi. Lekin vaziyat umuman boshqa tarafga o'zgarib ketdi do'stlar. Ilon baliq ovlab qo'ydik. Mana do'stlar, bugungi kunam o'zini yakuniga yetdi. O yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, kuzatib boringlar, like bosinglar, motivatsiya bo'ladi. Bundan ham yaxshi videolar qilishga turtki bo'ladi do'stlar. Keyin opisaniyada Telegram kanal qistirib qo'yaman. Albatta kirib obuna bo'lib kuzatib boringlar. 2200 nechta ham odam bor. Qo'shilinglar 3000 ta bo'laylik, xudo xolasa. U yerda zo'r temalar bo'ladi. Natijalar tashlanadi, sotiladigan narsalar tashlanadi. Xullas juda ajoyib temalar bo'ladi do'stlar. Albatta qo'shilib qo'yinglar. Bo'lmasam ko'rishguncha yana 2-3 kundan keyin xudo xolasa yana mana shunaqa bir katta videoda zo'r joyda, zo'r natijalarda ko'rishamiz. Prosmotr uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zlaringni asranglar.